Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3 nol tahriri bir korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi Закрытый месяц, ya'ni oyni yopish. Oy yopish uchun birinchi navbatda operatsiya menyusidagi Закрытый месяц bo'limiga kiramiz. Ushbu Закрытый месяц operatsiyasi barcha operatsiyalar qilingandan so'ng qilinadi. Bu Закрытый месяц qilishdan maqsad, ya'ni oyni yopishdan maqsad zachot bo'lmagan shotlarni yopish va tranzit shotlarni yopish. So'ngra oy oxiriga ko'ra, agar valyuta bo'ladigan bo'lsa, operatsionga, ya'ni qayta baholash va shunga o'xshagan operatsiyalarni to'g'rilashdan iborat. Biron bir oyni yopishimiz mumkin, deylik, yuqorida ko'rishimiz mumkin. Bu yuqoridagi qatordan o'zimizga kerakli muddatni tanlab qo'yishimiz mumkin. So'ngra quyida Выполнить закрытый месяц tugmasini bossak, barcha operatsiyalar yopiladi. Bunda ko'rib turganimizdek, quyida Закрытый месяц maydoni quyidagi 3 ta bo'limdan iborat. Bunda asosan oylik, eskirish, operatsionka, ya'ni qayta baholash va zachot avanslar va kontragent bilan zachot avans shotlari ko'rsatilgan. Ikkinchi qatorda esa asosan ishlab chiqarishga oid bo'lgan giperhavola bo'ladi. Va uchinchi qatorda zachot avanslarini soliq bo'yicha qilish, so'ngra 90-shotdan 98-shotgacha yopishdan iborat. Quyida Закрытый месяц qilganimizdan so'ng, so'ngra birin-ketin ko'rib chiqamiz. Начисление зарплаты giperhavolasining ustiga sichqonchaning uning tugmasini bossak, quyidagi bandlar ochiladi. Ushbu bandlardan debit kredit, ya'ni показать проводки bandini tanlasak, quyidagicha provodkalar ketma-ketligini ko'rishimiz mumkin. So'ngra pastdagi открыть список документов начисления зарплаты bandini tanlash orqali hisoblangan oylik ish haqqilar ro'yxatiga o'tishimiz mumkin. So'ngra 3-bandimiz esa открыть документ начисления зарплаты, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ushbu oydagi hisoblangan oylik ish haqqi hujjatiga o'tishimiz mumkin. Keyingi pastdagi giperhavolamiz esa amortizatsiya основных средств, ya'ni asosiy vositalarning eskirishi. Bunda quyidagi bandlar ochiladi. Ushbu bandlar orqali provodkani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni eskirish provodkasi, amortizatsiya, ya'ni eskirish grafikini ko'rishimiz mumkin. Mana quyidagicha har bir asosiy vositalar bo'yicha. Amortizatsiyani premiya, выполнение operatsiya, agar operatsiyani admin bermoqchi bo'lsak, отменить operatsiya tugmasini bosishimiz mumkin yoki отменить operatsiya после выбрания tugmasini bossak, quyidagi amortizatsiya hujjatlar qatoridan keyingi qilingan operatsiyalarni hammasini admin qiladi. So'ngra oxirgisi esa пропустить operatsiya, ya'ni faqat ushbu operatsiyani o'tkazib, qolgan operatsiyalarga o'tish buyrug'ini tanlashimiz mumkin. Deylik, bunda faqat amortizatsiya NMA, ya'ni nomoddiy aktivlar amortizatsiyasi ko'rinmaydi. Boshqa operatsiyalar, reglament operatsiyalari hujjati amalga oshiriladi. Deylik, yanvar oyini yopganimizdan so'ng biz yanvar oyida boshqa bir qo'shimcha o'zgartirishlar qiladigan bo'lsak, deylik, qaytib переправить qilishimiz mumkin. Quyida yuqoridagi переправление документов за месяц qismida qayta переправление qilinadigan hujjatlarni chiqarib beradi. Bunda pastki qatorga e'tibor qaratsak, выполнение, ya'ni 9 ta yopilgan hujjatlar, необходимо повторить qatorida bitta qayta yopiladigan shotlar bor va выполнение ошибками qizil bilan belgilangan qatorda esa agar biron bir reglamentda operatsiya to'g'ri emas, xatolik bilan chiqadigan bo'lsa, ushbu qatorda ko'rinadi. Yuqorida deylik, bironta operatsiyamizni пропустить operatsiya tugmasini bossak, pastdagi пропущено qatorda ko'rinadi. Agar biron reglamentning operatsiya yopilmagan bo'lsa, deylik, отменить operatsiya tugmasini bossak, quyidagi не выполнение qatorda ko'rinadi. Выполнить закрытый месяц qilishdan oldin переправление qilish tavsiya etiladi. Buning uchun birinchi navbatda отменить закрытый месяц tugmasi bosiladi. So'ngra переправление документов за месяц qatorining ustiga bossak, quyidagicha bandlar ko'rinadi. Ushbu bandlardan показать подробный tugmasini ustiga bossak, quyidagicha oyna ochiladi. Ushbu ochilgan oynada buzilgan hujjatlar ketma-ketligi ma'lumotlarini chiqarib beradi. Ushbu переправление документов hujjatni пропустить operatsiya tugmasini bosish orqali o'tkazib yuborishimiz mumkin yoki изменить контрольный data tugmasini bosish orqali ma'lumotlarni 31-yanvar holatiga ko'ra yopishimiz mumkin. Ushbu изменить контрольный data tugmasini bosganimizdan so'ng переправление документов operatsiyasini qilmasa ham bo'ladi. Lekin переправление документов operatsiyasini qilish maslahat beriladi. Buning uchun quyidagi выполнить operatsiya tugmasi bosiladi va quyidagi переправление документов за месяц tugmasi yashil tusga kirgandan so'ng выполнить закрытый месяц tugmasi bosiladi. So'ngra ikkinchi bo'limimizga o'tamiz. Ikkinchi bo'limda ishlab chiqarishga oid bo'lgan giperhavola mavjud. Ushbu giperhavolani ustiga bossak, quyidagicha bandlar chiqadi. Ushbu bandlarda проводка, kalkulyatsiya себестоимость, ya'ni tannarxni ko'rishimiz mumkin, распределение косвенных расходов, списание косвенных расходов va выполнение operatsiya, отменить operatsiya va boshqa qatorlar joylashgan. Ushbu yuqoridagi kalkulyatsiya себестоимость bandini tanlaganimizda quyidagicha ishlab chiqarish bo'yicha kalkulyatsiya aks ettiriladi. Ushbu yanvar oyidagi kamchiliklarni bartaraf etib, yanvar oyining to'liqligicha yopish uchun отменить закрытый месяц tugmasi birinchi bosiladi va переправление документов за месяц qatori tanlanadi va выполнение operatsiya. So'ngra keyingi qadamimiz
yuqoridagi выполнение закрытый месяц. Oyni yopish to'g'ri bo'lishi uchun quyidagi ketma-ketlik bajarilishi kerak. Birinchi bo'lib отменить закрытый месяц qilinadi, so'ngra перепроведение документов за месяц, so'ngra oxirgi qadam esa выполнение закрытый месяц. Yuqoridagi справки расчет tugmasi pastdagi ikkinchi bo'limda ko'rsatilgan закрытый счетов 20-chi, 23-chi va 25-chi, ya'ni ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan shotlarning yopilishi bilan bir xil bo'lgan bandlar hisoblanadi. Отчет о выполнении операции tugmasini bossak, quyidagicha bizga hisobotni shakllantirib beradi. Agar ushbu reglamentning operatsiyalar ro'yxatida bizga kerakli reglamentning operatsiya bandi mavjud bo'lmasa, operatsiya menyusidagi reglamentning operatsiya bo'limiga kiramiz. So'ngra quyidagi oyna ochiladi. Ochilgan oynada yuqoridagi sozdat tugmasini bossak, quyidagicha reglamentning operatsiya turlari mavjud. Ushbu reglamentning operatsiya turlari bilan tanishib chiqamiz. Bular deylik amortizatsiya основного средства, ya'ni asosiy vositani eskirish hisoblash. So'ngra amortizatsiya NMA, ya'ni nomondiy aktivlar amortizatsiyasi. Начисление процентов по долгосрочному займу кредиту. Ya'ni deylik kredit yoki zaym olingan bo'lsa, uning protsentini, ya'ni foizini hisoblash uchun operatsiya menyusida o'zimiz yaratib qo'ygan provodkalar ketma-ketligi bo'lsa, ushbu reglamentning operatsiya hujjatini qo'shish orqali har bir закрытый месяцda, ya'ni oyni yopishda o'sha provodkalar ketma-ketligini ko'rsatishimiz mumkin. So'ngra зачет авансовых платежей по контрагентам, ya'ni kontragentlar bilan shotlarni yopish. Keyingisi esa переоценка валютных средств. Deylik valyuta bo'yicha qarzdorlik yoki haqdorlik yoki bank hisob raqamimizdagi qoldiq valyuta summasi bo'yicha qayta baholash operatsiyasini o'tkazish. Keyingisi esa списание расходов будущих периодов. Bu asosan xarajatni bir necha oyga yoki yilga taqsimlab beradi. Deylik elektr xarajatlari uchun shot faktura 1 yilga taqdim etilgan bo'lsa, biz uni 12 oyga bo'lib tashlamoqchi bo'lsak, ushbu списание расходов будущих периодов hujjati orqali 12 oylik muddatni belgilab qo'yib, har bir oyga tarqatishimiz mumkin. Ushbu hujjatni yaratish uchun справочники menyusidagi расходов будущих периодов hujjatini yaratishimiz kifoya. So'ngra закрытый счет qatorida 20-shotdan 27-shotgacha bo'lgan shotlarni, ya'ni ishlab chiqarish uchun taalluqli bo'lgan shotlarni yopish shoti hisoblanadi. Quyida ko'rishimiz mumkin, turli xildagi reglamentning operatsiya turlari mavjud. O'zimizga kerakli operatsiyani tanlab, yuqori qatordan period qismidan o'zimizga kerakli muddatni tanlab, выполнить и закрыть tugmasini bosish orqali ushbu reglamentning operatsiya hujjatini qo'llashimiz mumkin. Agar biz har bir oy uchun yoki har bir kvartal uchun 99-shotdagi foyda yoki zararni yuqoridagi 87, ya'ni taqsimlanmagan foydaga o'tkazish uchun pastdagi reformatsiya balansi qatorini tanlab, yuqoridan o'zimizga kerakli oyni tanlab olishimiz mumkin va выполнить и закрыть tugmasini bossak, закрытый месяц qatorida o'tganimizda pastdagi qatorda reformatsiya balans qatori ko'rinadi. Ushbu qatorda показать проводки tugmasini bossak, quyidagicha buxgalteriya provodkasini ko'rishimiz mumkin.